Okalar, o'zingizlar ham bilasizlar, oldin programmaga tovarlar, yangi tovarlar kelganda prixod qilib chiqish kerak edi, ya'ni assotkani qo'shish uchun поставщикdan kelgan tovarlarni skanerga urib, bitta-bitta kirgizib chiqish kerak edi. Endi nima qilyapmiz biz? Bizdagi texnologiyada sun'iy intellekt ishlatganmiz. Sun'iy intellektni shuni rasmga olasiz, chekni, xohlasangiz nakladnoyni, umuman farqi yo'q. Shuni rasmga olasiz, jo'natib yuborasiz. Bo'ldi. Sun'iy intellekt o'ylab turguncha men sizga boshqa versiyada ham ko'rsatib beraman. Ya'ni qo'lda bozordan olib kelgan tovarlaringizni yozib olsangiz ham bo'ladi, xohlasangiz bemalol yozilgan variantni ham o'qib beradi. Faqat doktor bo'lmagan bo'lsa bo'ldi oldin sotuvchi. Bitta bosamiz, rasmga olamiz и bitta bosganimizda bu ham o'ylashga ketdi. Men sizlarga unda mana buni natijalarini ko'rsataman. E'tibor beringlar mana. Demak, solishtirsanglar ham bo'ladi tovarlarni 14 mingdan mana bemalol ko'rib 24 mingdan 4 ta 96 ming bo'lgan ekan. Вот, mana bitta ko'rsanglar bo'ladi bemalol. Mana shunaqa yechim bor. Bu yoqda ham mana yozilgan narsalar bemalol to'g'ri ishlab beradi. Agar sizlarga ham shunaqa yechim kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi podrobniy tugmasini bosib, nomer qoldirsanglar, batafsil ma'lumot beramiz.